So'nggi yillarning eng mashhur futbolchilaridan biri bo'lgan Muhammad Salah qisqa vaqt ichida o'zini ko'rsata oldi va karyerasining eng yuqori nuqtasiga chiqdi. Kelajakda qanday bo'ladi bu aniq emas, faqat ko'pgina muxlislar uni dunyoning eng buyuk futbolchilari bilan taqqoslashni boshladi. Liverpoolda ko'rsatayotgan ajoyib o'yinlari bilan muxlislarning sevgisini qozondi. Hattoki ko'pgina Liverpoolning ashaddiy muxlislari Muhammad Salahning bu yilgi fantastik o'yinlaridan keyin musulmon bo'lishini gapirmoqda. Hatto Salahga atab "Men ham musulmon bo'laman" degan she'r ham yozildi. Mana o'sha she'r. Aslida Muhammad Salahning bu muvaffaqiyatlari tasodif emas. Bugungi dasturimizda nima uchun Muhammad Salahning dunyoning eng zo'r musulmon futbolchisi ekanligini ko'rsatib qo'yadigan gollarni birgalikda ko'ramiz. Muhammad Salah o'zining tezkor bajaradigan hujumlari bilan raqib himoyachilarini doim qiyin ahvolga solib qo'yadi. Bu golida ham Salah bir o'zi bo'lsa-da qanchalik xavfli o'yinchi ekanligini ko'rsatib qo'ymoqda. Misr terma jamoasining asosiy futbolchilaridan biri bo'lgan Muhammad Salah Misr qiroli deb taxallus olgan. O'z taxallusiga yarashadigan darajada Ganaga bu super golni kiritmoqda. Muhammad Salahning bir o'zi kiritgan shou gollaridan biri Juventusga urilgandi. Salahning bu goli oxirgi yillarning eng chiroyli gollaridan biri bo'lgandi. Muhammad Salah Liverpool formasini kiyib o'ynagan Watfordga qarshi o'yinida kiritgan bu goli uni Messiga o'xshashini ko'rsatib qo'ymoqda. Jarima maydoni ichida osongina himoyachilardan o'tib ketgan Salah to'pni darvoza to'riga joylab qo'ymoqda. Muhammad Salahni Italiya klubi Romada o'ynab yurgan paytlardagi super gollardan biri qarshingizda. Bu golni urish qiyin albatta, faqat Salah imkonsiz ishni bajara oladigan futbolchidir. Tottenham klubining himoyachilari Salah qarshisida ojiz qolishmoqda. Yana Muhammad Salah jarima maydonchasi ichiga bir o'zi yorib kirmoqda. Himoyachilarni chorasiz qoldirib ajoyib golini kiritmoqda. Imkoniyat bo'ldimi ajoyib foydalana oladigan Salahga qarshi xato qilish kechirilmasligi aniq bo'lgan holatdir. Mana o'sha xatolardan biri. Bu vaziyatda darvozabon xatoga yo'l qo'yadi va bilmasdan to'pni Salahga berib qo'yadi. Albatta Salah bu vaziyatda darvozabonni kechirmaydi. Muhammad Salahni Porto klubiga urgan goli uni qanchalik darajada iste'dodli ekanligini ko'rsatgandi. Shu yili Angliya chempionatining eng zo'r o'yinchisi bo'lgan Salahni bu shedevr gollari uni bu mukofotga loyiq ekanligini ko'rsatib qo'ymoqda. O'zining sobiq jamoasiga kiritgan goli Salahning Chempionlar Ligasida kiritgan eng chiroyli gollardan biri bo'ldi. O'sha o'yindagi ko'rsatgan performansi bilan butun dunyoni sevgisiga erishgandi shubhasiz. Videoni ham oxiriga yetib keldik. Agar musulmon bo'lsangiz va musulmon ekanligingizdan faxrlansangiz, videoga like bosing va Muhammad Salahning yuksalishi uchun o'z hissangizni qo'shing.